Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga Telegram kanalimizdan bir uy chizmasi keldi. Ko'plar so'ragani uchun Telegram gruppamizda mana shu uyni razmerlarini chizib berishga harakat qildim, lekin o'lchamlarni ozgina o'zgartirishga to'g'ri keldi. Chunki bu yoqda ko'plar so'ragan razmerlar necha degan, razmerlar xira juda ko'rinishi qiyin. Mana xohlasangiz yaqindan olib kelib ko'rsataman sizlarga. 21 ming bu millimetrda hisoblagan. Mana 4,5 ming, bu yoqqa 4100, bu yoqqa esa nechiligi aniq emas, 3000 bo'lsa kerak. Mana bu ham 3000 degan, bu yoqqa 4650 degan, tushunib bo'lmaydi. Shuni men boshqacha qilib chizib, ya'ni shu chizmani o'zi-yu, lekin razmerlarni o'zgartirib kvadrat metrlarni chiqarib berishga harakat qildim. Mana bu kvadrat metrlari, bu asl nusxasi. Men sizlarga o'zgartirib chizib berishga harakat qilib ko'rsatyapman. Mana hozir o'zim o'zgartirib chizganlarim. Ya'ni mana bu tirnoq ko'rinadi degan umiddaman. Bunday yotqizib qo'ysam tushunasizlarmikan? Telefonlarni qiyshaytirib tushunib olasizlarmi? Harakat qilamiz mana unday ko'rsatgani. Ya'ni uyimizni eni 21 metr. 21 metr. Bo'yiga bu tomoni 13 metr 90 santimetr. Bu tomoni esa 28 metr 70 santimetr kelib chiqdi. Agar sizlar qisqaroq bo'lsin desangiz, mana bu 15, mana ko'k raqamda yozilgan 15, ya'ni bizda oshxona. Oshxona qisqartib kichkinaroq qilsangiz bo'ladi. 5 metr qo'yibman. Bu yerda ham chunki katta edi. Men hech narsasini o'zgartirganim yo'q. Mana ko'rib turganlaringizda bu yerda ham katta, hech qayerni o'zgartirganim yo'q. Faqat bu yerlarni o'chirib, mana bularni o'chirib, polni tozalab chiqib, o'chirib razmerlarni qo'yib chiqdim. Mana bu yumaloqda ichida raqamlar bor. Menda ko'kda chizilgan, ya'ni mana raqamlar. Bu raqamlarda sizlar bu yerda ko'rasiz. Masalan, 1 darvozaxona, 2 mehmonxona, 3 bolalar xonasi, 4, 5 va hokazo 20 ta xonadan iborat. Xullas do'stlar, boshlaydigan bo'lsak, bismillahir-rohmanir-rohim. Darvozadan kirganimizda darvozamizning o'lchami, ya'ni 3 metr 60 santimetr. Mana bu ustunlar men bu yoqqa qildim, bu rasmimiz kattaroq ko'rinishi uchun. Sizlar 2,5 metr 3 metr chiqarib qilsalaring ham bo'ladi. Bu darvozaning tepasidagi ushlab turadigan ustunlar ikkita. Ular darvozadan kirgan, darvozamiz 3 metr 60 santimetr eniga, uzunligi esa uyimizning o'lchamida 13 metr 90 santimetr uzunligi. Bu demak kvadrat metri bizda 50 kvadrat metr bo'ladi. 50 kvadrat metr bo'ladi. Kirganimizdan o'ng tomonga kirganimizda, ya'ni zinamiz ko'rib turganlaringdek 40 santimetr, fundamentimiz 40 santimetr qildim. 40 santimetr ichkariga qo'yilgan. 1 metr tortilgan bo'lsa 2 metr bu yoqda hol qoladi. Ya'ni 14 raqamimiz mana bu yerda mana kirish qismi deyilgan. Ya'ni kirganimizda 3,5 ga 730 o'lchamdagi mehmonxona. Ya'ni 13-raqam. Yani mehmonxonamiz 22,55 kvadrat metr. Yani 22,5 kvadrat metr desangiz ham bo'ladi. 22,5 kvadrat metr. Bu yerdan chiqqanimizda bu yerga xonaga eshikka, u yerdan chiqib, ya'ni zinadan to'g'ri darvozadan to'g'ri yursak, zinamiz 1 metr qilsangiz ham bo'ladi. Fundament o'lchami yozilmagan, chunki sababli splashnoy qo'yiladi bu. Zinadan chiqib o'ng tomonga burilganimizda, ya'ni bu 5 ga 3,5 o'lchamdagi oshxona. Boya aytib o'tganimdek, sizlar kichkinaroq qilsalaring ham bo'ladi. Ya'ni 15-raqam. 15-raqam oshxona 17,5 kvadrat metrli. Bu yerda oshxona qilib o'zlaring o'tirib choy ichsalaring ham bo'ladi.
Bu yerdan o'tib koridorga ham eshik qilingan. Burasida men umuman o'zgartirish kiritmadim. Bu aytganda koridor bu yoqqa o'tsangiz, ya'ni koridor 16 bizda koridor mana 16 koridor 7 kvadrat metrli, ya'ni 3,5 ga 2. Koridordan tashqariga chiqsangiz ham bo'ladi. Bu yerga hammomga kirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni kirganingizda 18 bizda 18 yechinish xonasi 2,5 kvadrat metr ham. Kirganingizda kiyim almashtirish xonasi, hammom kirib ketasiz. Hammom 2 ga 2, ya'ni 4 kvadrat metr 17. Mana 17 ko'rib turganlaringizdek 4 kvadrat metr. Xullas u yerdan chiqqanimizdan keyin to'g'ri bu yer tandirxona 3,5 ga 3,5, 3,5 ga 3,5, 19, ya'ni 19-raqam 14 kvadrat metr. Mana tandirxona deb yozib qo'yilgan. 19 kvadrat metr. 19,2 desalar ham bo'ladi. Bu yerdan bu yerga tandirxonadan bu yerga yo'l bor. Ya'ni bu yerda bizni skladimiz, ya'ni o'zbekchasiga aytganda omborxona. Mana 20-raqam omborxona yozilgan 14 kvadrat metr. Ya'ni 3,5 ga 4 metr bo'lgani uchun 14 kvadrat metr. Ya'ni bu yerda tandirxona qilganligim sababli mana hammomimizda pechkasi bu tomondan o'tin soladigan joyi bo'ladi. Shu ichkaridan o'tin solmaslik uchun tashqaridan o'tin soladigan joyi bor. Shuning uchun bu yoqqa tandirxona qo'yilgan deb o'ylayman. Xullas do'stlar, asosiy uyga o'tadigan bo'lsak, ya'ni asosiy uyga o'tganimda aytmoqchiman, bitta o'zgartirish kiritdim. Bu yerda shestigrannik bor edi. Menimcha omborxonaga shestigrannik kerak emas deb o'yladim. Mana ko'rib turganlaringdek. Uni tekis qilib qo'yardim. Omborxonaga shestigrannik lishni расход qilgandan. Darvozaxonadan chap tomonga o'tganimizda, ya'ni kirish joyi bor. Bitta joyi kirish joyi, old tomondan ham hovliga chiqadigan kirish chiqish joyi bor. Ya'ni kirganimizda 12-raqam, ya'ni 2 ga 2 kvadrat 2 metr 2,20 ga 2 metr o'lchamdagi, ya'ni bu holimiz 2,20 bo'lgani sababli uyimiz 3,5 metr plus 40 santimetr ko'rsak 3,90 bo'ladi. 2,20 ga mana bu yerda devor qo'yiladi. Devor 30 tashaladi. 250 bo'ladi. Bu yer 1 metr bo'ladigan bo'lsa 350 bo'ladi. 40 santimetr tashaladi, 390 kelib chiqadi. Shunda 250 hisoblanadi. 2 metr bu yoqqa 12, ya'ni mana yoqqa yozib qo'ygan 12 bizda kirish qismi. 4,2 kvadrat metr. Bu yoqdan o'ng tomonga burilganimizda bizda oshxona, 11-raqam oshxona. Mana oshxona yozib qo'ygan 13,6 kvadrat metr. 3,5 ga 3,9 o'lchamdagi oshxona. Bu yoqdan to'g'riga o'tsak, ya'ni bitta mehmonxonamiz bizda. Ya'ni 3,5 ga 6,5 o'lchamdagi mehmonxonamiz. 2-raqam mana yozib qo'ygan mehmonxonamiz. 3,5 ga 6,5 o'lchamdagi mehmonxona, ya'ni 22,7 kvadrat metrli mehmonxonamiz. U yerdan chiqamiz. Holdan bu yoqqa o'tib oshxona orqali bu xonalarga kirsangiz ham bo'ladi. Agar siz bu tomonda olib qo'yib, bu tomondan eshik ochsangiz ham bo'ladi. Endi nima asosiy chizma qanday bo'lsa shu turishcha turibdi, men o'zgartirganim yo'q. Bu yerdan o'tganimizda, ya'ni katta hol. Bu yerda katta hol. Ya'ni bu yoqda ular boshqacha deb yozib qo'ygan. 10-raqamda umumiy xona. Umumiy xona, ya'ni umumiy deganda yoqdan ham bu yoqdan ham hamma yerdan kelish bor. Shuning uchun umumiy xona. Bu yerga siz uголок qo'ysangiz, o'tirgani kreslo, ya'ni televizor qo'yib bemalol tomosha qilib dam olsangiz ham bo'ladi. Kirish joyida. Ya'ni bu yer darvoza eshigimiz 2 metr eshik qolgan. 1 metr bu yerda, umumiy 3 metr o'lchami. Ya'ni eniga 3 metr, bo'yiga 7 metr 20 santimetrli 2 metr eshikka joy qolgan.
2 metr eshikka qolgan. Bu yeri 1 metr qilsangiz ham bo'ladi, 1,5 qilsangiz ham bo'ladi. Bundaqasiga 2,5 metr. 2,5 metr qilganligim sababli eshikdan chiqqaningizda 25 qolib, keyin zina boshlanadi. Zina. Bu yerda bunday yopilgan. Zina bunday reshetkasi. Gul ekib qo'ysangiz bo'ladi. Ya mana ikkita ustunni ko'rib turgan bo'lsalaring do'stlar. Bu ya'ni bu yer tepasida tomchani ushlab turadigan ustunlar. Biz bu yerdan chiqib o'ng tomonga buriladigan bo'lsak, ya'ni katta hol. Holimiz o'lchami 1 metr 70 santimetrga 13 metr 10 santimetr o'lchamdagi hol, to'r. Yani koridor yozib qo'ygan 22,2 ondan 3 desak ham bo'ladi koridor. Bu yerdan 10 ga burilsak mana koridorga, ya'ni 9 raqamda bizda ya'ni ota-onalar xonasi deb yozilgan 12 kvadrat metrli 3 ga 4 o'lchamdagi. Siz qaysi xona qilishingiz mumkin. Endi bu yerda yozilgan, o'zingiz xohlaganda xona qilaverasiz. Ya'ni bu yoqdan chiqsak 1,7 ga 2 o'lchamdagi, ya'ni vanna xona, dushovoy kabina qilsangiz ham bo'ladi, vanna xona qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda 7-raqam ostida sanuzel vanna deb qo'ygan. 3,4 kvadrat metrga ega. Ko'cha tomondan bizga 1 metr bunaqasi 2 o'lchamdagi kotelni bor. Xullas, vannadan chiqsak bu yerga yana bolalar xonasi qo'yilgan. 3 metrga 3,2 o'lchamdagi, ya'ni 6-raqam ostida bolalar yotoqxonasi 9,6 kvadrat metrli. Bu yerdan chiqqanimizda oxirida bitta xona bor, 3 ga 3 o'lchamdagi, ya'ni 5-raqam ostida bu bolalar xonasi, u 9 kvadrat metrli. Bu yerdan bitta xona bor, ya'ni 3 ga 5 o'lchamdagi 3-raqamda, bu 3-raqamdagi bizda bolalar uchun yotoqxona deyilgan 19,2 kvadrat metrli. Ya'ni bu katta bo'lib ketganligi sababli do'stlar, mana 3 metr 30 santimetr 3 metr 30 santimetr buni qo'shamiz. Jam bo'lganda keyin mana eshikda 30 santimetr, bu yerdan eshiknikini 70 qo'ydim men, 80 qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni ayiramiz, keyin 40 mana bundan to'g'ri ayiramiz, keyin qolganini chiqardim bunga. Buni assatkasini qo'shib 550 chiqib keldi. Do'stlar, shunaqa. Yani qayerda tushuntirmadim, menimcha tushuntirdim. Uyimizda aytmoqchilarga aytib o'tganda fundamentini men 40 qilganman. 40 fundamenti. Bu перегородкалар. Перегородкалар ko'rib turganlaringdek. Bular ya'ni 30 santimetrdan hisoblangan. 30 santimetrdan hisoblangan bir g'ishtdan hisoblangan. Do'stlar, mana bu yerda ham bor, mana 30 santimetrdan hisoblangan. Mana bu yerda ham bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bularda mana ko'k chiziqchalar ko'rayotgan bo'lsangiz, bular ya'ni ustunlar. Fundamentdan ko'taradigan ustunlar. Yerimiz mustahkam bo'lishi uchun yoki 1,5 metr yerga chuqur qilib stolbadek ko'miladigan ustunlar ham bo'lishi mumkin. Menimcha shunday bo'ladi. Yerga ko'miladigan ustunlar bo'lishi kerak, 1,80 santimetr. İşte o fundamentimiz tekis ravon turish uchun, yorilib ketmasligi uchun. Shunaqa do'stlar. Bu men ko'rsatgan chizma, to'g'rilaganim. Ya'ni bular kvadrat metrlari do'stlar. Bular esa o'lchamlari. Oynani yumaloq shaklda qilishgan, aytib o'tay do'stlar. Yumaloq shaklda, ya'ni 3 metr
3 metrda yumaloq shaklda qiladigan bo'lsangiz, bu yerda ko'rishgan bo'lsangiz ozginadan joy qolgan. Ya'ni 25 qoldirsangiz 3 metr qoladi. 3 metrda 1,5 metr ko'cha tomonga chiqib keladi bu. Adashmasam 1 metr ya 1,5 metr. Chunki kosani olasiz. Mana yumaloq kosani olsangiz masalan, hozir sizlarga chizib ko'rsataman. Qarang. Yumaloq kosani oladigan bo'lsangiz masalan, yuqori qiling. Yumaloqni oldingiz. Buni to'rga bo'lamiz. Bunday. To'rga bo'lamiz. Bizga bu tomoni kerak emas, do'stlar. Buni yana bunaqasiga bo'lamiz. Qaraydi bu. Bunaqasi. Agar bu yeri 1,5 bo'lsa, do'stlar, 1,5 bu yeri ham 1,5 o'lchamdagi bo'lsa, jami bizda kelib chiqadi 3 metr. To'g'rimi? 3 metr mana 1,5 bunaqasiga bunday olib kelsangiz 90 gradusga ko'tarsangiz, bu ham xuddi shunday 1,5 kelib chiqadi. Shunday do'stlar. 1,5 kelib chiqadi. 1 metr qilsangiz ham bo'ladi. Sal kichik mana yoqdan olib keltiraman desangiz, bunda xunukroq bo'lib qoladi. Yumaloq uncha o'xshamay qoladi. Mana shunaqa tushuntira oldim degan umiddaman do'stlar. Xullas shunaqa tushunmagan bo'lsalaring do'stlar kommentga yozinglar. Albatta kommentariy qoldiringlar. Do'stlaringizga kanalimizni tavsiya qilinglar. Har bir videomiz tagida Telegram kanalimiz bor do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha